Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan o'quvchilar o'rtasida teatr san'ati va madaniyatini keng targ'ib qilish maqsadida Turon maktab teatr to'garaklari tashkil etilgan edi. Ushbu tashabbus qisqa vaqt ichida minglab ijodkor, iqtidorli san'at va madaniyat sohasiga qiziquvchi yoshlarni kashf etdi. Hozir maktablarda ta'til davri bo'lsa-da, ushbu to'garaklar faoliyatini davom ettirmoqda. Xususan, Dolzarb 90 kun loyihasi doirasida eng yaxshi maktab to'garaklari tomonidan turli tomoshalar, taqdimotlar tashkil etilmoqda. Jumladan, Urganch shahridagi birinchi son ixtisoslashtirilgan maktab internatida to'garak a'zolari tomonidan tashkil qilingan tadbir yoshlarning ijodkorlik qobiliyatlarini namoyish etdi. Ta'kidlash kerak, prezidentimiz tashabbusi bilan boshlangan Dolzarb 90 kun loyihasi pedagoglar uchun muhim tashabbus bo'ldi. Mazkur tashabbus kelajak avlodning sog'lom, bilimli va faol bo'lib ulg'ayishi uchun muhim zamin yaratadi. Loyiha doirasida uzoq muddatli ta'tilga chiqqan maktab o'quvchilari va uyushmagan yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish, ularni sog'lomlashtirish va har tomonlama rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar olib boriladi. Birinchi son ixtisoslashtirilgan maktab internatida ham o'quvchilarning iqtidor va salohiyatini oshirish maqsadida to'garaklar faoliyati yo'lga qo'yilgan. Mahorat teatr to'garagi ham o'g'il-qizlarning iste'dodini yuzaga chiqarish va aktyorlik mahoratini oshirishda ahamiyati katta bo'lmoqda. Yaqinda to'garak a'zolari tomonidan namoyish qilingan Bo'zkir Arsloni Jaloliddin spektakli o'quvchi yoshlarda katta taassurot qoldirdi. Respublikamizda bo'layotgan Dolzarb 90 kun loyihasi doirasida maktab internatida tashkil topgan Mahorat teatr studiyasi tomonidan Bo'zkir Arsloni Jaloliddin nomli spektakl namoyish etilmoqda. Maktab internatimizning o'quvchilari, mahallamizdagi uyushmagan yoshlar ishtirok etmoqda. Bundan maqsad o'quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, yozgi ta'til davrini mazmunli o'tkazish va ajdodlar ruhiga muhabbatni kuchaytirish maqsad qilib qo'yilgan. Teatrda o'quvchilar mustaqil fikrlashni, o'z iqtidorini namoyish etishni, mukammal shaxs bo'lib yetishishni o'rganishadi va har bir qahramon ortida o'sha davrdagi buyuk bobokalonlarimiz, ajdodlarimizni timsoliga ozgina bo'lsa ham tushib olishadi desak xato bo'lmaydi. Teatr to'garagidan tashqari maktab internatimizda turli xil sport to'garaklari, ijodiy to'garaklar, kitobxonlik tanlovlari ham tashkil etilgan. Jaloliddin Rahimov Mahorat teatr to'garagi a'zosi. U Bo'zkir Arsloni Jaloliddin spektaklida bosh rolni ijro etdi. Qo'shin qo'lingizga topshirilsa, menga qarshi urush boshlamaysiz deb kim kafolat beradi, ayting? Kim? Haqoratga turgan bir paytda biz og'aynilar tozutib talashib, qo'shinni ikkiga bo'lib tashlayapmiz. Mana shu menga aytilyapti. Valaflikdan ketganim bo'lsa, aka. Ammo buning uchun saltanatni ikkiga bo'lib tashlash kerak degan emas. Aqlimiz so'qqa meningcha. Hozirda maktabimizda ko'plab spektakllarda rollarni o'ynab kelamiz va bu bizlarga o'zlarimizga bo'lgan ishonchni va nutqimizdagi ravonlikni oshiradi. Bugun Bo'zkir Arsloni nomli spektaklimizda asosiy rolda Jaloliddin Mangiberdi rolini o'ynadim. Bu yerda jang qilish kerakligi va xonlar o'zlarini nishab tutgan va nishab so'zlaganlarni bizga ko'p ahamiyat berib, shularni to'g'riladik. Tariximizni tushunib o'rganamiz, ularni o'rnida bo'lib ko'ramiz, hissiyotlarni his etganlarni, shularni his etib ko'ramiz. Bu safar o'ynagan spektaklim o'zimga dum yoqdi, chunki qanday insonlikni, shuni rolni o'ynab ko'rdim va menda vatanparvarlikni va vatanga bo'lgan muhabbatni uyg'otdi. Albatta, bu singari ma'rifiy tadbirlar o'quvchi yoshlarning boy tariximizni chuqur o'rganishda ahamiyati katta. Shuningdek, ajdodlarimizdan faxrlanish, ularga munosib izdosh bo'lish singari tuyg'ular paydo bo'lishda ham muhim rol o'ynaydi. Muhtaram teletomoshabinlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Dasturlarimiz davom etadi, bizdan yiroqlashmang.